o'zi aslida biron bir narsani bor kuchingiz bilan harakat qilsangiz ham foydasi bo'lmaydigan holatlar ham bo'ladi. Bu taqdir bo'ladi. Ya'ni sizni peshonangizga nima yozilgan bo'lsa, o'sha narsa keladi baribir. Harakat qilasiz. Aslida gap harakatda emasmikan deb ham o'ylaysiz. Harakatda ham bo'lmasligi mumkin. Chunki harakat qilmasdan boy bo'lganlar bor. Harakat qilib boy bo'lmay, hali ham o'sha holatda kambag'al holatda yashab yurganlar bor. Unda nima qilamiz? Shunchaki hayot o'z o'rniga qo'yish kerak. Har bir daqiqadan unumli rohatlanish kerak. Har bir daqiqa, chunki keyingi vaziyat nima bo'lishini bilmaysiz, keyin nima bo'lishini. Vaqt bo'lsa, o'zingiz uchun, kelajagingiz uchun harakat qilasiz har doim. Bu sabablarni qilib boraverasiz. O'xshamasligi 50-50. O'sha narsaga kutib qolmang. Siz bilmaysiz, ertaga siz qo'lingizga qanaqa karta beriladi. Bu taqdir hamma narsa.